Alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, biz Toshkent Kazan Nabrejniy Chili Nijinkamsk yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar haftasiga 2 kun seshanba juma kunlari Toshkent avtovokzalidan Primoy amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari Toshkent, Moskva, Chibokser, Nijinogorod yo'nalishlari bo'yicha esa dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari Toshkent avtovokzalidan Primoy reyslarimiz Moskva shahrining Kotelnik metrosigacha yetib boradi. Agar siz ham xuddi shunday komfort avtobuslarda reysingizni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilib joylaringizni onlayn bron qilib qo'ydirsangiz bo'ladi. Telegram, YouTube, Instagram, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham savollaringizga batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, ikkita monitor, ikkita kuler, zaryadchik moslamalari, qish-yoz ishlaydigan konditsionerlar. Bundan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Hech qanday xavf-xatarsiz komfort avtobuslarda 51 ta o'rindiqdan iborat, hech qanday ortiqcha odamlarsiz. Siz 3 ta shofyor bilan 2 kunda o'z manzilingizga yetib olasiz. Tanlovda adashmang. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Shoshiling, biletlarimiz soni cheklangan.